Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bugun iPhone 17 Pro Max telefonimizni singlimiz desam ham bo'laveradi, o'quvchim desam ham bo'laveradi, Ahror ukamizni singillariga beryapmiz. Endi biz yoshlarga qanaqa o'tamiz? Yosh bolalar, ukalar, singillar kelib ota-onasiga telefon olib bering deb qovog'ini so'radi, boshqa bo'ladi. Sotish jarayonida biz mazaq sotmaymiz. Biz aytamiz, undan ko'ra o'qinglar, o'qigandan keyin ana keyin olaveringlar deymiz. Mana ukamiz hozir singlimiz o'qishga kiribdi, yuridik institutga kiribdi. Bo'lganda ham ikkinchi kursdan boshlab borib o'qishda, bir yo'la ikkinchi kursdan qabul bo'lib, hamda budjetga kiribdi. Mana endi malades, yaxshi kunga ishlatib, yaxshi natijalarga erishsin. Bundan ham yuqori natijalarga erishsin. Mana shunaqa telefon olish barcha yoshlarga nasib qilsin. Biz ham mazza qilib sotaylik shunaqa telefon. Ota-onangizga rahmat. iPhone 17 Pro Max, iPhone 15, 12, 13 barcha telefonlar bizda mavjud hurmatli mijozlar. Barchalarini do'konda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.